Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzumiz mening odatlarim mavzusi. Dars uchun 3 ta ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlar belgilab oldik. Ta'limiy maqsad o'quvchilarga odat nima ekanligini tushuntirish, yaxshi va yomon odatlarni farqlashni o'rgatish. Tarbiyaviy maqsad o'quvchilarda ijobiy, foydali odatlar, tozalikka rioya qilish, so'zga sadoqat, o'z vaqtida dars qilish odobini shakllantirish, yomon odatlardan saqlanishga o'rgatish. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarning fikrlashini, muloqot madaniyatini va o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish. Bugun darsimizda qo'llaydigan metodlar: yorqin chiroq metodi, fikr daraxti metodi, ayt va his qil metodi, suhbat va tahlillardan foydalanamiz. Darsimizni boshlab olish uchun biz sizlar bilan o'zimiz odatlarimiz haqida suhbatlashamiz. Men sizlarga savol berishim mumkin bo'ladi. Bugun kim erta uyg'ondi? Kim tishlarini yuvdi? Kim onasiga yordam berdi? Kabi savollar beriladi va o'quvchilar bunga javoblar berishlari kerak bo'ladi. Endi darslikka qaraydigan bo'lsak, xo'sh, mening odatlarim mavzusi bo'yicha bizga matn berilgan, buni o'qib chiqamiz. Har kuni kechqurun soatimning qo'ng'irog'ini ertalab soat 7 ga to'g'irlab qo'yaman. Ertalab soat jiringlaganda uyg'onib badan tarbiya qilaman. Keyin yuvinib kiyinaman. So'ng choy qo'yib nonushta tayyorlayman. Nonushta qilib bo'lgach idishlarni yuvaman. Uy hayvonlariga ovqat beraman. Keyin maktabga tayyorlanaman. Xo'sh, o'quvchilar, bizga 4 ta savol berilibdi. Matn yuzasidan bunga javoblar berishlaringiz kerak bo'ladi. Akmal nima qilar ekan? Aytib bering. Akmal bu ishlarni har kuni qilar ekanmi? Har kuni qilinadigan ishlar nima deb atash mumkin? Siz har kuni ertalab nima qilasiz? Har kuni bir xilda takrorlanadigan ishlaringiz bormi? Diqqat qilamiz o'quvchilar. Odat bu inson uchun odatiy bo'lib qolgan xatti-harakatlardir. Odat biz doimo qilib yuradigan ishlardir. Yaxshi odatlar bizga yordam beradi, bizni kuchli, sog'lom, aqlli qiladi, rivojlantiradi. Yomon odatlar esa bizga zarar keltiradi, xalaqit beradi, lekin ko'pincha biz buni sezmaymiz yoki tushunmaymiz. Quyida bizga topshiriq berilgan. Buni qaysilari foydali odatlar deyish mumkin? Nima uchun? Ro'yxatni o'z misollaringiz bilan to'ldiring deya topshiriq berilgan. Biz bu topshiriqni bajarish uchun fikr daraxti metodidan foydalanamiz. Bunda 2 guruhga ajralamiz. Birinchi guruh foydali odatlarni aytishadilar va ulardagi o'zlarining fikrlarini bildiradilar. Ikkinchi guruh esa berilgan jadvaldagi so'zlardan zararli odatlarni topishadilar va ular haqida o'z fikrlarini bildiradilar. Misol uchun, aldash bu zararli odat hisoblanadi. Nega? Chunki aldash eng yomon odatlardan biridir. Keyinchalik sizga hech kim ishonmay qo'yishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yomon odat hisoblanadi. Yuvinish esa foydali odatdir. Bunda badanimiz va o'zimiz sog'ligimiz uchun zaruriy bo'lgan odat hisoblanadi. Endi o'quvchilar, kitobimizda agar uxlamasak qanday yomon salbiy oqibatlarga olib kelishini ko'rib chiqamiz. Bunda uyqusiz tundan so'ng deya bizga rasmlar va ularning tagida fikrlar bildirilgan. Birinchi rasmda Alisher yarim tungacha uxlamadi. Ertalab turgisi kelmadi, uyqusi keldi. Uyqusirash maktabga otlanishga xalaqit qilyapti. Nonushtaga ulgurmadi. Shoshganda yo'lda biror muammo chiqdi. Maktabga kelsa, nimadir esidan chiqibdi. Uyqusi kelib kallasiga dars kirmadi. Jismoniy tarbiya darsida oyog'ini qayrilib ketdi. Alisher kechasi qilgan ishlarini eslay boshladi. Demak, surat bo'yicha bizga 3 ta savol berilyapti o'quvchilar. Bularga javob topib, javobini aytasizlar. Kech bo'lganda Alisher nima haqida o'ylab qoldi? Alisher ertaroq uxlaganida kuni qanday o'tgan bo'lardi? Muhim ishlarni vaqtida qilishga, dam olishga qanday yaxshi odatlar yordam beradi?
O'quvchilar, sizlar bilan endi yorqin chiroq metodini o'tkazamiz. Bu o'quvchilarning fikrlash, faollik va ijodkorligini rivojlantiradi. Interfaol usullaridan biri bo'lib, dars jarayonida o'quvchilarni tezkor javob berishga, o'z fikrini aniq va ravshan ifoda etishga o'rgatadi. Bunda o'qituvchi tomonidan mavzuga oid savollar beriladi va yorqin chiroq yoqilganidek o'quvchilarga tez o'z fikrini bildirishlari kerak bo'ladi. Javoblar qisqa, aniq va mazmunli bo'lishi kerak. O'qituvchi quyidagidek savol berishi mumkin bo'ladi. Yaxshi odatga misollar keltir. Tabiatni asrash nima uchun kerak? Metodni amalga oshirganimizdan so'ng yana darslikka qaytamiz. Bunda eko odatlar deya xonani almashtirish, uylarni tozalash, changlarni artish, gullarga suv quyib turish, chiqindilarni turlarga ajratib, alohida idishlarga solish deya beryapti. So'ng pastda savol: nima uchun bu odatlar eko odatlar deyiladi? Yana qanday eko odatlarni bilasiz? Eko odatlar deganda biz atrof muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan foydali kundalik odatlarni tushunamiz. Eko odatlarga misol qilib, chiqindilarni ajratish, suvni tejash, elektr tokidan oqilona foydalanishlarni ham tushunishimiz mumkin. Diqqat qilamiz o'quvchilar, yaxshi odat qanday paydo bo'ladi? Yaxshi odatga o'rganish uchun uni doim bir vaqtda erinmay takrorlayverish kerak. Masalan, har kuni ertalab badan tarbiya qilishimiz, bu narsa odatga aylanishi uchun har kuni ertalab mashq qilishga o'zingizni majburlashingiz kerak. Har kuni erinmay dangasalikni yengib, irodani chiniqtirish kerak. Badan tarbiya odatga aylansa, uni qilishga qiynalmaysiz. Chunki har kungi odatiy narsaga aylanib, o'z-o'zidan takrorlanadigan ishga aylanib qoladi. Bir ish kamida 21 kun takrorlansa, odatga aylanar ekan. O'quvchilar, uyga vazifa: tadqiqot o'tkazing. O'zingiz o'rganmoqchi bo'lgan yangi yaxshi odat ro'yxatini tuzing. Tadqiqotni boshlash uchun ulardan birini tanlang. Har kun uchun bir mukofot o'ylab topib, yozib chiqing. 21 kunlik kundalik tuzib, har kuni yangi odatni qilib bo'lgach belgilab boring. Yangi odatni qilish kundan kunga oson bo'lib borayotganini kuzating. E'tiboringiz uchun rahmat.